Assalomu alaykum hammaga. Demak, bioximiyada metabolizmdan bugun fatty acid metabolizm, ya'ni yog' kislotalarida metabolizm haqida gaplashamiz. Demak, ikkita sxema bor. Birinchisi sintezlanishi, ikkinchisi parchalanishi, degradation. Demak, bular haqida qisqacha gaplashamiz ekan. Qani bo'lmasam ketdik. Birinchi sintezi. Demak, biz yog'li ovqat yedik, nimada bo'ldi? Hamda o'z navbatida sitrat. Biz hozir boshlanaguncha sitrat. Demak, sitrat bo'ldi. Bitta narsa, bu faqat yog'li narsa yesa semirmaydi, glyukoz, uglet ham bo'ladi, chunki Krebs siklidan sitratni olyapmiz. Demak, Krebs sikliga istalgan narsa kirishi mumkin. Biz bog'dan yureani kirgizdik, glyukoza, demak, yog'lar hammasi. Demak, sitrat. Demak, sitrat qayerda? Mitoxondrialda matrix turibmiz. Bu matrixda demak membrana bor, sitoplazma bilan mitoxondriya o'rtasida. Demak, sitrat shuttle degan yo'limiz bor. Sitrat shuttle orqali qayerga? Sitoplazmaga chiqyapti. Nima bo'lib? Asetil-CoA yordamida. Asetil-CoA bo'lyapti demak. Bu yerda o'z navbatida fermentimiz mavjud. ATP sitrat liaza. Demak, bu muhim. ATP sitrat liaza yordamida mana bu joyda asetil-CoA hosil bo'ldi. Demak, asetil-CoA o'z navbatida nima bo'lyapti? Karbonat angidrid qo'shilyapti. Nimada? Biotin. B7, vitamin B7 demak qo'shilyapti. Mana bu joyda ferment bor. Asetil-CoA karboksilaza muhim. Asetil-CoA karboksilaza yordamida navbatda nima hosil bo'lyapti? Malanil-CoA hosil bo'lyapti. Malanil-CoA demak buni insulin stimullayapti, chunki narsa yeb to'ydingiz, insulin chiqdi. Endi bu ortiqchasi yog' bo'lib mana sintezlanyapti. Demak, fatty acid mana yog' kislotalar demak sintezlanyapti. Jigarda bu teri bosqichlar demak sintezlanyapti. Bu bo'lishi mumkin palmitat yoki 16 tali. Bu zanjirda sizlar bilasizlar yog' kislotalar demak. Sintez hosil bo'ldi. Yaxshi. Endi ikkinchisi bu parchalanish. Degradation bu parchalanish. Parchalanish. Demak, ikkita bizda yog' kislotalar mavjud, plus CoA. CoA guruh mavjud demak. Fatty acetyl-CoA sinteza yordamida bu ferment fatty acetyl-CoA sintezi yordamida fatty acetyl-CoA hosil bo'lyapti. Demak, fatty acetyl-CoA o'z navbatida endi mitoxondriyaga kirish kerak. Ishlatilish uchun demak mitoxondriyaga kiryapti. Nima yordamida? Carnitin shuttle yordamida. Demak, carnitin shuttle yordamida bu yerda ferment bu maxsus carnitin palmitoyl transferaza 1. Demak, carnitin palmitoyl transferaza 1 yordamida demak mitoxondriyaga kiryapti carnitin shuttle orqali. Bizda fatty acetyl-CoA mavjud. Ichkarida bo'ldi. Endi beta oxidation yoki bo'lmasam asetil-CoA degidrogenaza yordamida asetil-CoA hosil bo'lyapti. Asetil-CoA sizlar yaxshi bilasizlar, TCA siklga olib ketishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam keton tanachalar hosil qilamiz. Demak, energiya sifatida foydalanish uchun. Demak, bu umumiy mexanizm ekan. Keling, buni o'zimiz yozib, chizib chiqamiz. Bu yerda demak yozilgan ekan, o'chirib boshqatdan yozamiz. Esda qolish uchun. Demak, men yozaman. Men sxemani keyingi darajasida nima turganini siz aytib ketasiz. Demak, ajratib olaylik o'z navbatda mana bu joydan. Demak, bu mitoxondrial membrana. Mitoxondrial membrana bor mana bu joyda. Bu tomonni ajratib sintez parchalanish bo'ladi. Qani bo'lmasam ketdi. Birinchi bizda nima bor? Sitrat bor. Demak, sitrat bo'ldi. Demak, sitratdan biz mitoxondriyadan tashqariga olib chiqamiz. Sitratdan nima hosil bo'ladi bu joyda? Asetil-CoA. Asetil-CoAdan nima hosil bo'ladi? Malanil. Malanil-CoA. Malanildan fatty acid. Yoki bo'lmasam palmitat deb o'ylayman.
Demak, palmitoyl demak oksidlatlar sintezlandi. Yaxshi, bu joylarda nimalar bor? Endi bu yerda ishtirok etadigan fermentlar va moddalar yozib ketamiz. Mana bu joyda sitrat shatlar. Demak, sitrat shatl mana bu joyda sitrat ATP liaza borda. Yaxshi, mana bu joyda nima qo'shilyapti edi? Gapimdan angidibet. Ferment bordi. Bu joyda muhim, chunki ko'p savollarga vitamin B7, biotin. Asetildan malanelga tushdi, demak, ishtirok etyapti biotin. Mana bu joyda yana maxsus ferment bordi. Nima edi? Acetyl-CoA karboksilaza. Pastda dehidrogenaz edi. Karboksilaz. Demak, buni stimullayapti. Insulin. Inhibirlayapti. Glukagon. Demak, bu sintez ekan. Yaxshi. Endi biz buni parchalashimiz kerak. Demak, mana bu joyda barcha sintez to'g'ri yozdingmi? Liaza, shatl, biotin, karboksilaza. Yaxshi, to'g'ri. Endi gidrotasani yozamiz. Demak, fatty acid plus CoA alohida moddalar bular. Demak, bundan nima hosil qilamiz? Fatty acetyl-CoA. Fatty acetyl-CoA. Endi fatty acetyl-CoAni mitoxondrial matriksga olib kiramiz. Fatty acetyl-CoA demak yana hali ham o'sha. Fatty acetyl-CoA adashib ketyapman, guys, uzr. Bundan beta oxidation deymizda. Acetyl-CoA bo'lyapti. Demak, acetyl-CoA. Bu ketishi mumkin ketonga yoki ketishi mumkin nimaga? TCAga, energiyaga. Demak, shu endi bu yerda fermentlarni to'ldiramiz. Demak, mana bu joyda fatty acetyl-CoA sintaza bor. Sintetaza. Yaxshi, demak, mana bu joyda bizda karnitin shatl bor. Karnitin shatl. Hamda o'z navbatida mana bu joyda nima bordik? Karnitin palmitoyl. Karnitin palmitoyl transferaza. Buni o'z navbatida inhibirlayapti. Malanel-CoA. Yaxshi. Demak, biz ichkariga kirdik. Mana bu joyda beta oxidation. jarayoni yoki o'zim nima deyapti? Acetyl-CoA dehidrogenazamidi? To'g'ri, dehidrogenaza. Demak, dehidrogenaza bo'lyapti. Qani solishdan so'rashadi. Fatty sintaza,
fatty acetyl-CoA, carnitin palmitate transferase, beta oxidationda. Demak, parchalanish va sintezi yog' kislotalarida quyidagi reaksiyalar ekan. Yaxshi. Qani endi yonda nima ma'lumotlar berilgan? Demak, yog' kislotalar sintezi deyapmiz. Navbatda sitrat shuttle, ya'ni transport. Mana bu carnitin shuttle, sitrat shuttlelar bu transport, ya'ni fatty acid sitratni tashib beryapti. Demak, bizda quyidagi transport kerak bo'lar ekan, masalan, sitrat shuttle sitratni mitoxondrial matrixdan, demak, qayerga olib chiqadi? Sitoplazmaga olib chiqib beryapti. Yaxshi, bu jarayon qayerda bo'ladi? Ya'ni sintez qayerda bo'ladi yog' kislotalarda? Ya'ni sintez asosan. Bu o'z navbatda jigarda yog' to'plami jigarni yog' bosibdi deyishadi. O'ziga tushsa ko'pincha. Bizda birinchi darajali jigar yog' bosish 80-90% O'zbekiston aholisiniki bo'lsa kerak. Yaxshi. O'z navbatda sut emizuvchilarda ko'kragida, sut bezlarida to'g'rirog'i hamda yog' to'qimalarida davom etar ekan. Demak, endi bizda long chain fatty acid, ya'ni uzun zanjirli yog' kislotalar o'z navbatda degidratatsiya bo'ladi. Mana bu jarayon. Demak, buni parchalanishda, demak, long chain fatty acid yozib qo'yaymi? Yo, mana bunday qilib qo'ysam bo'lagini. Yaxshi. Demak, uzun zanjirli yog' kislotalarida parchalanish o'z navbatda carnitin bilan bog'liq bo'lgan transport. Mana carnitin shuttleni nima qiladi? Talab etadi. Nima uchun? Mana bu kislota fatty acetyl-CoAni mitoxondriyaga olib kirish uchun. Demak, sitrat sintez uchun, carnitin fatty acid, ya'ni degidratatsiya uchun kerak bo'lar ekan. Endi shu jarayon bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar. Demak, birinchisi sistemik bir carnitin deficiency. Demak, carnitin qayerda ishtirok etyapti? Mana bu joyda fatty acidni, demak, ichkariga olib kelib berishda. Bunda o'z navbatda hujayra ichiga carnitinni olib kirish bo'lmaydi. Ya'ni long chain fatty acidni biz aytgan mana bu jarayon ishlamaydi. Demak, qizil qilib qo'ysam mana uni. Demak, bu jarayon ishlamayapti. Natijada nima bo'ladi o'z navbatda? Mana bu yog' kislotalar uzun zanjirli o'z navbatda sitozolda to'planadi, toksik ta'sir qiladi bu hujayraga. Demak, toksik sitoplazmada toksik to'planyapti. Bu o'z navbatda klinik qanday namoyon bo'ladi? Demak, holsizlik, gipotoniya, mushaklar tonsi bo'lmasligi, gipoketotik gipoglikemiya. Keton tanachalar chunki ichkarida hosil bo'lyapti, lekin biz ichkariga kirolgan yo'q. Bu jarayon buzilgan shu hisobga. Gipoketotik keton kam, glyukoza ham kam bo'ladi. Ba'zi kasallar, masalan, glyukoza 6 fosfataz deficiency, von Gebke bor, shunday keton baland bo'ladi. Buni farqi iltimos e'tibor beringlar, gipoketotik. Hozir yoki o'sha ko'rnaga gipoketotik gipoglikemiya bo'ladi hamda dilatatsion kardiomiyopatiya 3 ta belgi. 4 ta ekan. Holsizlik, gipotoniya, gipoketotik gipoglikemiya, dilatatsion kardiomiyopatiya. Qaysi kasallikda? Systemic bir carnitin deficiency. Demak, bemorda holsizlik, mushaklar tonsi bo'lmasligi hamda glyukoza ham kam, keton ham kam. Plus dilatatsion kardiomiyopatiya bo'lar ekan. Yaxshi. Demak, bu degidratatsiya muammo ekan. Bo'yab oldim. Yaxshi. Keyingisi bizda bunda ko'rmay qolagani savoqda. Medium chain acetyl-CoA dehidrogenaza. Mana. Deficiency yetishmovchiligi. Demak, bunda nima bo'ladi? O'z navbatda fatty acidni mana bu fatty acid, mana bu fatty acetyl-CoA acetyl-CoA hosil bo'lish buziladi. Ya'ni beta oxidation jarayoni buzilsa ham, acetyl-CoA dehidrogenaza yetishmovchi bo'lsa ham bitta reaksiya bo'ladi. Mana bu joydan ariga o'tmaydi. Demak, acetyl-CoAga parchalanmayapti. Natijada o'z navbatda yog' kislotalar, demak, fatty acetyl carnitin hamda dekarbolik kislotalar qonda gipoketotik gipoglikemiya bo'lib to'planadi. Demak, yog' kislotalar to'planib qolyapti. Yana gipoketotik nimaga? Siz
mana bu joyda to'siq bo'ladimi, mana bu joyda to'siq bo'ladimi va bu ketonga yetib bormayapti. Nachalnik yana gipoketotik, keton kam bo'lyapti. Demak, gipoketotik gipoglikemiya bo'lyapti. Endi nimalarga sabab bo'ladi? Qusish, uyquchanlik, tutqanoq, koma, jigar funksiyasining buzilishi, giperammonemiya, ammoniyni miqdori oshib ketishiga sabab bo'lyapti. O'z navbatda, bu to'satdan yuzaga keluvchi bolalarda hamda infantlarda o'limiga sabab bo'lar ekan. Davolash bu och qolishni oldini olish. Bu qanday bo'lardi? Taxminan bunda bitta case ko'rdim yaqinda. Bitta oila bo'ladi, safarga chiqadi toqqa. Xullas, ovqatlarni yo'qotib qo'yishadi. Oziq-ovqat mahsulotlari yo'qolib qoladi, keyin bola qusadi, uyquchan bo'lib qoladi-da. Keyin bir kunmi, 2 kun o'tgandan keyin ovqatlar yo'q. Bola tutqanoq boshlanadi-da, keyin komaga tushib qoladi. Endi xuddi shu bolada nima yetishmovchiligi bor yoki nima muammo bor? Acetyl-CoA yetishmovchiligi bo'ladi. Yoki bo'lmasa medium chain fatty acetyl-CoA deficiency bo'ladi. Demak, och qolgandan keyin hali bolani oziq-ovqatlar yo'qotib qo'yish, keyin och yurishda nachal letargiya, uyquchanlik, koma, tutqanoq boshlanadi. Demak, bu medium chain acetyl-CoA deficiency ekan. Karnitinda demak, ikkosi o'xshash tomoni, ikkosida ham gipoketotik gipoglikemiya, ya'ni keton kam. Chunki keton bodigacha bormayapti mahsulotlar. Demak, shu. Hammaga rahmat.